Ozoda Nursaidova operatsiya pulini to'lab berdilar. Ozoda Nursaidovani ismini aralashtirishganligi noto'g'ri bo'ldi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidovaning qo'shig'iga ishlangan klipda sodir bo'lgan avtohalokat va buning oqibatida jiddiy jarohat olgan aktrisa Sabrina voqeasi xalq orasida shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Men bu klipda aktyorlarni ta'minlab berganman. Ozoda Nursaidovani ismini aralashtirishganligi noto'g'ri bo'ldi. Hozirgi kunda to'g'risini aytsam, hamma bir ro'dan xafa. Sabrina oyoqqa turib ketdi. Men shu uchun xursandman. O'sha kungi syomkada Ozoda Nursaidova bilan jamoalari yo'q edi. Klip jarayonida aktrisani urib yuborgan 11-sinf o'quvchisi bo'lgan qizga nisbatan sud ishini ko'rib chiqish boshlandi. Men mashina haydolmayman deb aytgan, lekin qizimga haydashni o'rgatishgan. Oyog'idagi krossovkasini yechib, kabel kiydirishgan. O'sha kungi syomkada boshida bor edim. Haydashni biladi deganman. Xatoyim bor deb o'zim ham qiynaldim, to'g'risini aytsam. 10 soat operatsiya bo'ldi. Holim hozir yaxshi, biroz og'riq bor. Ozoda Nursaidova operatsiya pulini to'lab berdilar. Xalqimga ming bor rahmat aytaman. Ozdopamga ham rahmat albatta. Sud majlisida tanaffus e'lon qilinsin.